Obyektimiz ishlari tugadi. Instrumentlarni yig'ishtiryapmiz o'zi. Shit. Fankorlar uchun asosiy hammasi tayyor. Podrezetnik, fikushka hammasini ustanovkadan chiqardik. Endi xudo xohlasa shu bilan podключение ishlariga kelamiz. Ekipmanlar bitta ish. Mana shinshitchalar bor. Ikkita xonada. Tomon ham xuddi shunday tayyor bo'lgan. Podключение ishlariga kelamiz. Xudo xohlasa kanalga kuzatib boringlar. Mana shu hozir ko'rib turgan obyektlaringiz 9 million so'mga bitdi. So'ndirish panellari bor, 20 kW. Kameralari bor 8 ta. Hammasi bitta shitga, glavni shitga yig'ildi. Mana shunday. Kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xohlasa shu videolarni qo'yamiz. Hozircha like va podpiskani ayamanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.